alaykum barchaga. Hammalarga sog'lik salomatlik tilab, shu men Hoji Muhammad Qirg'izistondan kelganman. Furqat aka Anziratov bilan Samarqand shahrida tanishib qolib, shu insonni muolajalarini olib, birinchi kursda olib, hozir 80% ga o'zgarishlar Allohga shukr yaxshi. Bizni shikoyatimiz shu tez siyishlik, ya'ni hojatga ko'p borishlik, borganda shu ozginadan chiqish, bizda shu nimamiz asosiy yana shikoyatlarimiz pochkalarimizdagi shamollashlar, jinday shu koronavirusga bo'lib ketganidan ekan biz bilmay yurganmiz. Hozirga kelib shu birinchi kurs muolajasini olib, biz Xudoga shukr 70-80% o'zgarishlar bo'lyapti. Hozirda mana ikkinchi kursini olishga keldik. Sizlarga ham shu Furqat aka Anziratov bilan shu baylanishib, shu odamni muolajalar olishlarini sizlarga tavsiya qilamiz.